so'ragan obunachilarga mana Maloshniy Svetdan tiniq holatda Damas olib qo'ydik. Ko'ringlar mana. Balonlari ham yangidek ekan, 13 diskga balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Yili necha ekan buni? 19. 19 ekan. Mashina qaraydi, ideal turibdi. Kraskalar qanaqa ekan? Kraskasi toza. Kraska, tem bo'yi kraska toza ekan. Yurgani qancha buni aka? 200 ming yurgan. 200 ming yurgan ekan. Va salonlardan ko'ringlar, chexol, poli hamma yo'llar qilib qo'yilgan ekan aka. Aha, monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan, kichkina bo'lsa ham. Ichkarilari ham, sostanalari hammalari hamma yo'q yaxshi ekan. Motor korobka ish yo'q ekan, hamma yo'q. Yurishlari ham zo'r. Yurishlari ham yo'q, muammo yo'q ekan. Dokumentlari-chi aka? Behijola, genam bo'ladi. Genam bo'ladi. Narxi qancha deyapsiz aka? 5200 dan tushib beriladi. 5200 dan tushib beriladi. Kelishadigan joyi bor. Qayerdan boshqatdan olaylik? Arzon. Ha? Arzon. Kam bor. Ha, narxini aytyapti o'zi. Ashta qo'shib olasizmi? Ha. Narxini qancha dedingiz aka buni? 5200 dan tushib beramiz. 5200 dan tushib beriladigan. Kelishadigan joyi bor aka. Telefon raqamlaringizni aytib o'ring. 90 587 0387. 0387. Bemalol shu raqamlarga aloqaga chiqib aka bilan baraka qilaverasizlar. Yo'q.